Allohim, bizlarni sabrli, shukurli va taqvoli bandalaringdan qilgin. Qalblarimizga iymonning shirinligini joylagin. Tillarimizni zikringdan, qo'llarimizni yaxshilikdan ayirmagin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz opa-singillar, tongingiz xayrli bo'lsin. Allohimning rahmati, barakasi doimo yog'ilib tursin. Bugun 8-fevral sanasi Sha'bon oyining 20-kunidir. Aziz opa-singillar, barcha shahar va viloyatlar uchun namoz vaqtlarini jadvalini qo'yib qo'ydik. Marhamat, foydalaning. Kanalimizga obuna bo'ling. Do'stlaringizga, yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Allohim, qalblarimizni nuring bilan yoritgin. Namozlarimizni qabul qilgin. Duolarimizni ijobat etgin. Qadamlarimizni to'g'ri yo'ldan og'dirmagin. Kunlarimizni xotirjamlik, uylarimizni baraka bilan to'ldirgin. Allohim, bizlarni sabrli, shukurli va taqvoli bandalaringdan qilgin. Qalblarimizga iymonning shirinligini joylagin. Tillarimizni zikringdan, qo'llarimizni yaxshilikdan ayirmagin. Dunyoda halol rizq, oxiratda esa jannatingni nasib etgin. Bizlarni o'zing rozi bo'ladigan amallar bilan yashatgin. Amin. Aziz opa-singillarimiz, kanalimizni yaqinlaringizga ulashing. Like bosishni unutmang. Like bizga kanalimizda videolarimizni kengroq tarqalishiga sabab bo'ladi. Yaxshilik bilan yashash Allohning roziligiga olib boruvchi eng yaxshi yo'ldir.